inson jamiyatini bitta a'zosiman. Uy qurmoqchiman. O'zim qurishni bilmayman. Demak, ustaga ehtiyojim tushadi. Unga borib, menga shuna bir uy qurib beringlar, uy qurmoqchiman, shartnoma tuzaylik deyman. Demak, o'zim yashayotgan jamiyatdagi boshqa bir insonga ehtiyojim tushyapti. Ustalar shundan kasb qilib rizq topib yeydi. Bo'pti deydi. Men nima deydi? Sizni qurilishingizni qilib beraman. Bugungi narx bo'yicha buncha bo'lsa buncha bo'ladi deb shartnoma tuzadi. Ovqat sizdan yoki bizdan, muddati buncha, sifati buncha deb hammasi kelishiladi. Xuddi shu asnoda menga birov kelib, falon ishim bor edi, qilib bering deyishi bo'lsa, men ham o'zimni kasbimga muvofiq ish bo'lsa, shuni qilib berishga o'taman. Demak, insonlar o'zaro bir-birlari bilan kasbini ishga solib muomalada bo'lib, rizq topadi ham, birovni rizqiga sababchi ham bo'ladi. Mana shu muomala go'zal bo'lishi kerak.